Akalar, Avatar 12miz ham bitti. Polniy matviy broneplyonka qildirdik. Behruz Bilektonik ukam baraka topsin. Xo'p, qilib berdi. Mashinaga xaridor bor, bizaga 57 mingga tushdi. Biron tomlargacha qildirdik. Xullas bir $3000 foydasiga so'rayapti, lekin biza 2-3 ming foydasiga bermaymiz. 5 ming foydasi bo'lsa beramiz, 65 ming bo'lsa berishimiz mumkin. Atak minishga olingan bu mashina. Yoqdimi yo'qmi sizlarga? Polniy matviy bo'ldi. Zo'r. O'zi e'longa 62,5 ming qo'yuvdim-da. Короче, 60 yo 57 ming naqdga oldik. Bir ikkita mashinalarni reklama qilib beraman. O'sha paytda 60 mingga ham berilmaydi mashina. Xullas, nima deysizlar? Eski holati yaxshimi yoki mana shumi? Matviymi? Bizaga matviy yoqdi, o'shancha matviy qildirdik. Lekin mashina qurt olov bo'ldi. Endi obzor kutyapsizlarmi? Reaksiyani beringlar. Obzor ko'ramiz bitta mashinani ham.